15 minutda duxovkaga jo'natib yuboradigan ovqat retsepti kerak bo'lsa, bu video aynan siz uchun saqlab oling. Obedga nima ovqat qilayin ekan deb boshqa aytadigan opalarim yaqinroq kelinglar. Yuzda bor pripravalarni ishlatsangiz bo'ladi. Menda borlari qizil priprava, tovuq go'shtlari uchun solinadigan priprava. Ketidan 2 zubchik chesnokni maydalab to'g'rab tashlaymiz. Uyda bor soyeviy sousingizni ishlatsangiz bo'ladi. Menda sushilar uchun alohida olingan soyeviy sous bor edi. Shundan 2 qoshiq qo'shdim, keyin 1 qoshiq to'la suzma bor edi. Xolodilligimda suzma qo'shdim. Yarim choy qoshiq tuz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashgan go'shtimizni xolodillikka yarim soatga jo'natib yuboramiz. Yarim soatdan keyin listga terib, orqasidan kartoshkalarimizni ham o'sha idishga solib, chesnok, yana uyimizda bor pripravalarni solamiz. Tovuq go'shti uchun solingan priprava, rolton uchun ishlatiladigan priprava, qizil paprika, yarim choy qoshiq tuz, hammasini solib yaxshilab aralashtirib, bularni ham listga terib chiqamiz birin-ketin chiroyli qilib. Duxovkani oldindan 180-200 gradusga qistirib qo'yamiz. Keyin duxovkaga jo'natib yuboramiz. Orada yarim piyola suv quyib yubordim, yana ham yumshoqroq pishishi uchun. Go'shtlari ham xil-xil bo'lib ezilib pishgan va oxirida 5 minut qolganda sir bilan kunjut sepib yubordim. Ovqatimiz tayyor. Yoqsa bitta like, mehmonga kelinglar.